O'rtoqlar, yangi remontdan chiqqan Euro remont uyimiz yana sotuvga qo'yilmoqda. Ko'rib turganingizdek, uyimiz juda ham chiroyli, Euro remont qilingan, xonalari katta-katta, hammasida oyna derazalar bor, pollar parket qilingan, 4 xonali kvartiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bitta xonasi juda ham yorug'. Keyingi xonasi. Bu yerda yana bitta xonasi. Lyustralar ham neobычный lyustralardan qo'yilgan. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Aboylar ham toza aboylardan qilingan. Bu yerda hojatxonasi. Bu yerda sanuzel. Vannasi ko'rishingiz mumkin. Uyimizning oshxonasi, ya'ni veranda qilingan, chiroyli qilib, baland joylarda o'tirib, choy ichsangiz bo'ladi, atrof tomosha qilib. Uyimiz juda ham keng. Uyimizning kvadraturasi 84 kvadrat, narxiga keladigan bo'lsak 85.500 deb egalar tomonidan aytilyapti. Uyimizning manziliga keladigan bo'lsak, Olmazor tumani Qoraqamish 1-2 dahasi 5 etajli domimizning 4-qavatida 4 xonali fayzli xonadon. Uyimizning kvadraturasi 84 kvadrat, narxiga keladigan bo'lsak 88.500 deb egalar tomonidan aytildi. Ozroq kelishtiradigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan bog'lanishingiz mumkin.